Hammaga salom, mana YouTube'dagi obunachilarim. Hech tasavvur qilib ko'rganmisiz? Shu biz doim sevib tomosha qiluvchi Uyda yolg'iz filmini Minecraft'da ko'rishni. Men shu videoni qilmoqchiman. To'g'ri, men uni ozginchasini oldim, lekin agar sizlarga yoqsa, keyingi qismi ham chiqadi. Minecraft stilida bu qanaqa bo'lar ekan? Qanamasam-ku. Ertalab bo'ldi. Oyi, dada. Oyi, dada, shu yerdamisizlar? Pastdamikin yo? Kim bor? Amaki. Oyi, dada. Xo'sh, balki pastdadirlar rostdan. Bizga tushib ko'rishim kerak-ku. Dadadan. Oyi, dada, shu yerdamisizlar? Amaki, siz shu yerdamisiz? Qayerdasizlar? Xo'sh, ular qayerda ekan? Balki ko'chaga chiqib qarab ko'rishimiz kerakdir. Qanday ko'chaga chiqishimiz kerak albatta. Bu yerda hech kim ko'rinmayapti. Ko'cha sovuq bo'lsa ham ko'chaga yugurib chiqib boramiz. Qish ham lekin juda ham sovuq. Oyi, dada, shu yerdamisiz? Xo'sh, oyi, dada. Iye, hech qayerda yo'q-ku ular. Havo sovuqligini bular. Yaxshi, ketdim uyga. Mashinalar joyida, bagaj yopiq. Oyim bilan dadam qayerda? Qoyil, men uyda yolg'izman. Do'stlar, men uyda yolg'izman. Oyim bilan dadam yo'q. Va nihoyat men uyda o'zim yolg'iz qoldim. O'zim. Xo'sh, endi yuzimni yuvamiz. O'zi cho'milib chiqish juda ham ajoyib. Xuddi yangi tug'ilgandek bo'ladi. Bu kremchidan surtamiz. Xo'sh, qayerga tushirib yubordim? Mana bunisini ham olaylik. Qayerga tushiramiz? Topdim mana. Suramiz. Xo'sh. Juda ham ajoyib. Buni suramiz. Oh my god. Nima bu buncha yuzni achishtiradi? Oh my god. Bu yuzni buncha achishtiradi. Yo xudo. Ancha yengil tortib oldim. Endi ovqat yeyman mazza qilib. Nyam. Xo'sh, endi nima o'ylasam ekan? Balki yana kim qidirarman, balki ular ketishmagandir. Hamma televizor ko'raman. Mana men televizor ko'ryapman. Hammasi esimda. Mana men mazza qilib, voy, qo'rqinchli joyga keldi, yo'q. Qo'rqinchli joyga o'tib ketdim. Yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin, men mazza qilib televizor ko'rdim. Mana amaki, keling, meni to'xtating. Shunday qilib hammaga xayr, kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin.